barcha assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Do'stlar, bugun sizlar bilan hardcore'ning ikkinchi qismini olamiz do'stlar. Men bir kunda ikkita video chiqarishga qaror qildim. Agar bu videoni ertaga qo'yaman montaj qilib, buni men 3-aprel kuni olmoqdaman. Biz shu yerda tugatgandik, eslaringda bo'lsa. Xullas biz ma'mum pishirayotgandik do'stlar. Biz xullas davom ettiramiz. Like, obuna bosib qo'yinglar. Bizga bitta ishon kerak. Videoni Turkiyada olib, 180p da olyapman do'stlar, yaxshiroq bo'lsa kerak. Shunga umid ham qilaman. Bu yerda biz endi eng asoni oyoq kiyimasi olamiz do'stlar. Mana oyoq kiyim ham yasadik. Endi bizga bo'ldi, bosh kiyim uncha ham shart emas. Biz o'tgan qismda eslasizlaring, qishloq topmoqchi edik. To'xtalar do'stlar, shu ovqatimni ham pishirib olay. Mana. Biz tunni o'tkazib beramiz. Va do'stlar, bu bizning ikkinchi tunimiz hardcore edi. Yani 98 kun qoldi do'stlar. Xullas, yerda berlarda hech narsa yo'q do'stlar. Xullas, biz ovqatlarimiz pisholsin do'stlar, keyin yo'lga chiqamiz. Pisholsin do'stlar hozir. Va men do'stlar, biz pishirib ham oldik. Biz buni yey olamiz. Noto'g'ri tushunmanglar do'stlar. Akam PUBG o'ynayapti, Ultimate Royale. Xullas, shunga astroq gapiraman. Biz xullas temir kerak bizga do'stlar, temir. Menga bitta shit kerak, shit. Shuning uchun temir qidiryapman do'stlar. Bitta bo'lsa ham kerak. Konga kirsammi? Yo, shundan bildimki do'stlar, men kirmaykanman konga. Xullas, like, obuna bosib qo'yinglar do'stlar. Hardcore'ning 3-qismini ko'rish uchun nima qilishni bilasizlar. Biz yo'ldan chiqqan hayvonni o'ldiramiz. Noto'g'ri tushunmanglar do'stlar, men bu videoni olib bo'lib keyin yana xullas ovoz bermoqdaman do'stlar. Xullas, men shunday bizga qishloq kerak do'stlar, hozir eng keraklisi. Bular nima bunday do'stlar? Biz hozir ketaveramiz do'stlar. Qishloq topganimizdan keyin zo'r bo'ladi. Ketaveramiz do'stlar. Sizlar zerikmanglar deb tez gapirib turishga urinaman. Like, obuna bosib qo'yinglar do'stlar, tezroq biz 50 ta bo'laylik. Keyin yaxshi kontentlar kutasizlar. Bam. Xullas do'stlar, biz hozir kichkinakka maqsadimiz shit yasash. Ya'ni biz qalqon yasashimiz kerak. Shit. Yomg'ir yog'yapti do'stlar. Ko'chada video olyapman, har tomonlama. Ovozim sekin eshitilayotgan bo'lsa uzrasizlar do'stlar. Shunday bo'lib qoldi. Bu yerda ham temir yo'qmi deyman do'stlar. Yo'q, bu yerda ham temir yo'q. To'g'ri aytishlaring mumkin, tentak. Konga tushmasdan temir topib bo'lmaydi deysizlaring mumkin. Lekin men olmadim, sinib ko'rmoqchiman shunchaki. Endi
Biz bu yoqqa chiqamiz do'stlar. Yana biz qishloq qidirishga otlanamiz. Men bu tomonga ketayotgandim, ha do'stlar. Mana buni ham chop olamiz do'stlar. Bam. Biz ketaveramiz. Like, obuna bosib qo'yinglar do'stlar. Tezroq biz 50 ta bo'lishimiz kerak. 50 ta. Keyingi qismda agar 10 ta komment yig'ib bersalaring do'stlar, artefaktni yoki biron bir skinni men tanlovga qo'yaman. Shu skinlarni tanlab, eng ko'p tanlangan skinni men o'zimni worldimda o'ynayman. Do'stlar, tushunlaringmi? Biz ovqat yeb olamiz do'stlar. Hozir bitta zombiga tars ursa o'lib ketamiz. Shuning uchun ham ovqat yeymiz. Shit bizga eng kerakli narsa, resurs bu dunyoda. Yana eslatib o'taman, agar oldingi videomni ko'rmaganlar uchun hardkorda bir marta o'lsalaring qayta tirilib bo'lmaydi. Shuni ham eslaringdan chiqarmanglar. Bu yerda qo'y chop bo'lamiz. Bolachasi bor ekan do'stlar. Yemyapti. Uzr. Bam. Mayli, bizga ovqat kerak do'stlar. Bu hardkor. Bichar qo'ydi endi onasi tug'ilmaydi, chunki hardkor bu. Do'stlar, hozir qishloqda olib men keyin ko'rsataman. Bu juda ko'p vaqt olishi mumkin. Like, obuna bosib qo'yinglar. 1 2 do'stlar, biz mana shu yerlarda agar bo'lib men geniymanmi yoki bir zo'rmanmi? Mana do'stlar, biz kelib ham oldik va biz qishloqda birinchi tunni o'tkazamiz. Bu nima qildi do'stlar? Tezroq yot, hozir o'laman bo'lmasam. Mana bizda 3-tunimiz ham o'tdi do'stlar. Tabriklashlaring ham mumkin. Endi 97 kun rasmiy kunimiz qoldi. Biz bu qishloqdan endi ketmaymiz. Agar temirchini ham uyi bo'lsa, yaxshi bilasizlar. Temirchi uyi bor ekan do'stlar. Biz mana bulardan ovqat to'plab olamiz do'stlar. Eng kerakli narsa bizga ovqat hozircha. Sizlar bitta narsani bilasizlarmi deng do'stlar? Qilich bilan, любой bir resurs bilan matematikаdan tashqari ana shu mana narsalar sindirslaring jon ketmaydi do'stlar. Ya'ni qilichda yoki boshqani uroni ketmaydi. Bunga biz buni sovg'a qilamiz. Endi qayoqda o'rnaymiz, biz buni olamiz. Ozgan qo'tab do'stlar, men kut oshnalarim. Bu nima sota? Video tashlayotibdi oshnalarim. Bu qanday suv? Do'stlar, buni sotib olmasam bo'lmaydi. Qaytib bo'lmasin, men sotib olaman. Başardı. 2 ta olmaz do'stlar. 2 ta olmaz. 7 ta obsidian. Tushunasizlarmi do'stlar? Biz endi boymiz. Biz buni kiy olamiz, buni esa padarga qoldirib ketamiz. Va bizga kerak narsalar. Bizga hozircha mana shular bo'ladi. Men seni aniq sotib olaman. Tushundingmi? Qiliching aniq sotib olaman. Hech qayerga ketib qolma. Bu qishloqda endi biz eng kerakli narsa loot qilib chiqamiz yoki shu yerdan uy quramiz do'stlar. Biz mana shu yerdan yoki beyorloqdan uy qurishimiz kerak. Biz mana shu yerdan uy quramiz do'stlar. Boshladik bo'lmasam. Chechen lava
dediki. Agar server o'ynashimni ham xohlaslaring, yozib qoldiringlar. Shunga qarab video olaman. Mana do'stlar, biz hozir yana 4-kunimizni o'tkazib olamiz do'stlar. Hozir 4-kunda o'tkazamiz va men uyqurayotdim do'stlar, shuning uchun pauza qilib turgan edim. Tezroq ish shug'ulmanmi qayerda? Mana do'stlar, biz rasmiy ravishda 4-kunimizni ham o'tib oldik. Endi eng muhim narsa do'stlar, biz sizlar bilan xayrlashamiz. Chunki mening ishlarim paydo bo'lib qoldi, shuning uchun ham men xayrlashga majburman do'stlar. Xavf bo'lmanglar. Keyingi qism 5 ta yo 10 tadan keyin, like dan keyin obuna ham bosib qo'yinglar do'stlar. Xayr, omad.